Meyvelik bag'ni ijara alsa bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum. Meyvelik bag'ni 5 yoki 10 yillik deb yilligini 50 ming so'mdan ijaraga olib, parvish qilib, shu bag'ning mevasidan foydalanib, vaqt to'shqanda bog' egasiga qaytarilib berilsa, mushu ish shar'iyatimizda durust bo'lamdi yo'q? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Meyvelik bog'larni ijara berishning hukmida olimlar 3 xil qarashda bo'lgan. Birinchi qarash. Bog'ni ijaraga berish har qanday ahvolda joiz bo'lmaydi degan qarash bo'lib, bu Hanafi va Shofiy mazhab qarshidir. Imom Ahmaddan kelgan mashhur qarash shundoq. Ikkinchi qarash. Daraxtlar azroq, oq yer butun bog'ning 3 dan 2 qismini tashkil qiladigan bo'lsa yoki undan ko'proq bo'lsa, bog'ni ijaraga berish joiz. Bu Imom Malikning qarashi bo'lib, Imom Ahmaddan mushundaq qarash rivoyat qilingan. Uchinchi qarash. Daraxtlik zaminni, ya'ni bog'ni ijara bersa, daraxtlar ijaraning bir qismi bo'lsa joiz bo'laveradi. Bu Hanbali mazhab olimlaridan Ibn Aqil qatorliqlarning qarashi bo'lib, bu qarashni Imom Ibn Taymiya bilan shogirdi Imom Ibnul Qayyim rahmatullohi alayhilar tarjih qilgandir. Qaraydigan bo'lsak, boshdagi ikki qarash aslida bir qarash hisoblanadi. Chunki Imom Malikmo aslida bog'ni ijaraga berish joiz emas deydi. Lekin daraxt ozg'ini bo'lgan ahvolda zaminni asos qilib, daraxtni zaminga tava deb qarab, bu ahvolda zaminni ijaraga berish joiz degan. Demak, ijara qilingan narsa zamin. Uning nazarida bu xuddi zamin savdosi qilganda bir qancha tub daraxti bor yoki texi pishmagan mevalik daraxtlar bor yerni zaminni ko'zlab setib olganga o'xshash ish. Demak, bu masalada, ya'ni mevalik bog'ni daraxtlarni ko'zda tutib ijaraga berish va elish masalasida qarash ikkiga xulosalandi. 4 mazhab olimlarini o'z ichiga olgan ko'pchilik olimlar bog'ni ijaraga berish va elish joiz emas desa, Imom Ibn Taymiya qatorliq bir qism olimlar joiz deb qaragan. Ko'pchilik olimlarning cheklashda asoslangan dalillari. Birinchi, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sotquchi va olg'uchini mevani saq pishqanligi ma'lum bo'lmaguncha setishdan to'sgan. Ikkinchi, Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muhabaratdan, ya'ni yerni chiqadigan hosilning ma'lum o'lishiga setishdan, muhaqaladan, ya'ni bashaqdagi bug'doyni o'git bug'doyiga setishdan, shoxdagi ho'l mevani quruq mevaga setishdan, mevani pishqanligi ma'lum bo'lmaguncha setishdan chekladi va mevani tilla va tangidan boshqa narsalarga setishdan chekladi. Faqatla araya, ya'ni mevasi boshqalarga berib o'tilgan xurmaning ho'l mevasila quruq xurmaga shexida mo'ljallanib setilsa bo'ladi. Muslim rivoyatlarining ba'zisida yana muavamat savdosi qilishdan to'sdi deb kelgan bo'lib, buning ma'nosi bir daraxtning mevasini 2-3 yoki undan ko'proq muddat setishdir. Uchinchi, ba'zi olimlar bog'ni ijaraga berishni cheklash ijmo deb qaragan. Imom Ibnul Munzir barliq olimlar bir qancha yilning mevasini satsa joiz bo'lmaydiganlikqa birlikka kelgan degan. Ko'pchilik olimlar yuqorqilarga asoslanib bundoq deb turib olgan. Bog'ni ijaraga bersa, texi pishmagan mevani bir yoki bir necha yil sotgan bo'ladi. Hadisda cheklanganimi, ijmo bilan cheklanganimi mushu ishdir. Chunki bu noma'lum narsani setishdan iborat. Amaliyotda bu texi pishmagan mevani setish bo'lmasdan daraxt bilan zaminni ijaraga berishdan iborat bo'lib, bu yuqorqi dalillarga tushmaydi. Ijmo bilan cheklandi deb qaralgan masalami bog' ijaraga berish masalasi emas, balki daraxtlarning bir qancha yilning mevasini setishdan iborat. Setish bilan ijaraga berish boshqa savdodir. Chunki mevasini satsa, setib olg'uchi hech ish qilmay meva chiqsa, mevasini oladi. Chiqmasa, quruq qo'l qaytatdi. Ijaraga berishda ijaraga olg'uchi zaminga ishlaydi, sug'uridi, o'g'itlaydi, putaydi, kuch chiqaradi. Eshak arabalarni ishlatadi. Ba'zida odam yallab ishlatadi. Demak, bog'ni ijaraga berish bilan daraxt mevasini setish o'xshamaydi. Bog'larga o'zi qarab bo'lolmaydigan kishilarning bog'larni ijaraga berish ehtiyoji bo'lg'achqa, daraxtlik bog'ni daraxtnimi billa ijaraga bermasa, ijaraga berilmaydigan bo'lg'achqa, ondan ba'zi kishilar muzoraa, ya'ni musaqat tuzumi bilan to'xtamlashib ish qilishga ko'nmaydigan bo'lg'achqa, ko'pchilik olimlarning qarashini tutgan taqvodor kishilarmi 3 ishning birini qilmay qolmaydi. Ya yili ishiltib mevalik bog'ni ijaraga berdim demay, zaminni ijaraga berdim deb to'xtamlashidi. Bu hiyla ishiltishdan iborat. Yoki ijaraga berilmay ziyon tortadi. Shariat bo'lsa, kishilarga ziyon urishni yo'lga qo'ymaydi. Yoki bog'ni ijaraga berib o'zi harom deb qaragan ishni qiladi.
Aslida bog'ni ijaraga berish xuddi oq yerni ijaraga berishga o'xshashla sahoba tabiinlar qilib kelayotgan bir ish. Balki bu ularning zamonida ijmo bo'lgandek bir ish. Shunga Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi mundaq degan: Bog'ni ijaraga bersa bo'ladi degan bu qarash mazhab imomlari buningga qarshi bo'lsa-mu, salaf ijmo qilgandek bir ishdir. Chunki Said ibn Mansur rivoyat qiladiki, buni Harb al-Karmani Masail degan kitobida uningdan rivoyat qilgan Abbad ibn Abbad bizga Hisham ibn Urvadan so'zlab berdiki, Hisham otasi Urvadan mundaq rivoyat qilgan: Usayd ibn Huzayr raziyallohu anhu 6000 tanga qarzi bor holatda vafot bo'lgan edi. Umar uning qarzdorlarini chaqirib, uning zaminini ularga bir qancha yil ijara bergan. U zaminda xurmo va boshqa mevalik daraxtlar bor edi. Sahoba kiramlar ustida turgan bu vaqalikda qarzni to'lash uchun bog'ni ijaraga berish bo'lgan. Uning ustiga mevalik daraxtni ijaraga berish bilan zaminni ijaraga berishning farqi yo'q. Yana taxa talash tortish, jidal majrami chiqmaydigan bir ish. Odatda teriqchilik yoki bag'vonchilik kelishimida ba'zida talash tortish bo'ladi. Shundaq turuqliq muzaraa, musaqat deganda kelishimlar joiz bo'ladigan bo'lsa, bog'ni ijaraga berish albatta joiz bo'lishi kerak. Xalifa Umar raziyallohu anhu Iroq zaminini shu yerning aholisiga tutqizib, ulardan xaraj olgan. Bu xaraj shu zaminning ijarasi hisoblanadi. Buning ichida bog'larmi, tirilg'u yerlarmi bor edi. Sahih sanad bilan kelishicha, Xalifa Umar raziyallohu anhu Osman ibn Hunayf raziyallohu anhuni Iroq zaminiga xaraj belgilashga avatgan. Osman ibn Hunayf raziyallohu anhu har bir jarib arpa zaminiga 2 tanga, har bir jarib bug'doy zaminiga 4 tanga, har bir jarib qumush zaminiga 6 tanga, har bir jarib xurma zaminiga 8 tanga, har bir jarib uzma zaminiga 10 tanga, har bir jarib zaytun zaminiga 12 tanga xaraj bekitgan. Amir ibn Maymun rivoyat qilib mundaq dedi: Men Umar ibn Xattob raziyallohu anhuni suiqasdga uchrashdan bir necha kun ilgari Madinada ko'rdim. U Huzayfa, Osman ibn Hunayf raziyallohu anhularning yoniga kelib, Iroq zaminini qanday qildinglar? U yerga ko'tarilmagudek xaraj yuklayotmagansizlar degan edi. Ular: "Yo'q, biz u yerga muvofiq xaraj bekitdik. Ortiq bekitilgani yo'q" dedi. "Qayta ko'zdan kechiringlar. U yerga ko'tarilmagudek xaraj yuklab qo'ygan bo'lmanglar yana" degan edi. Ular: "Yo'q" dedi. Agar Allah meni salomat qilsa, Iroqning tul xotinlarini mendan keyin mangu boshqa biriga muhtoj bo'lmaydigan qilib atmasam dedi. Shu gapni qilib, 4-chi kun kelar kelmas suiqasdga uchirdi. Ko'pchilik olimlarning nazarida Xalifa Umar raziyallohu anhuning Iroq zaminida qilgan bu ishi ijaraga o'xshaydigan bir ishdir. Faqatla umum musulmonlar uzluksiz foydalansin deb uningga muddat belgilanmagan yeri bor. Xaraj bo'lsa, shu zaminning ijara haqqidir. Mana bu daraxtlik zaminni, ya'ni bog'larni ijaraga berishning dal o'zidir. Bu ish Xalifa Umar raziyallohu anhu va uning zamonidagi va undan keyingi musulmonlar ittifoqqa kelgan ishlar jumlasidandir. Yuqorqilardan bog'larni ijara bersa bo'ladi degan qarash dalil jihatdan kuchli ekanligi ma'lum bo'ladi. Buningga asosan mevalik bog'larni pulga ma'lum muddat ijaraga bersa bo'ladi. Ijara bergan ahvolda bog'dan chiqqan hosilning o'shirini bog'ning egasi emas, ijaraga olg'uchi beradi. Chunki ijaraga olg'uchi hosilning egasidir. Bog'ni sug'urishda chiqim qilgan ahvolda har qatim hosil olganda 5% o'shir berdi. Bekorga sug'organ ahvolda 10% zakot berdi. Bog'ning egasi ijaradan kirgan kirimga qo'lidagi boshqa iqtisod bilan birga yilda bir qatim 2,5% miqdorida zakot berdi. Biz yuqorida olimlarning dalillarini shundaqla shaxsiy qanoatimizni bayon qilib qo'ydik. Endi so'rg'uchi qaysi qarashga qanoat topsa, shu bo'yicha ish qilsa bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 140-nomerlik fatvo.